Hech qachon bir insonning o'tmishini unga qarshi ishlatmang. Chunki har bir odamning hayotida qildim deb ayta olmaydigan xatolari, adashgan yo'llari, yig'lab o'tkazgan kechalari bo'lgan. O'tmish bu dars. U orqali odam o'sadi, anglaydi, o'zgaradi. Ammo doim yuziga solinaversa, u o'zini kechira olmaydi. Hatto tuzalgani bilan ham bosh egib yashaydi. Ko'pincha odamlar bir-birining eng og'riqli joyini bila turib, aynan o'sha yarani kavlashadi. Bu zulm. Har kimning gunohi bo'lishi mumkin, lekin uni Alloh yashirgan bo'lsa, nega biz fosh qilamiz? Unutmang. Alloh kechirgan narsani odamlar yuziga solishga haqli emas. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل ehsonlarni qabul etgay. Alloh taolo ulardan ehson qiluvchilardan kasbkorlarni, dunyo mollarini barakat bergay. Alloh taolo ularning keyinetigan barcha jasni niyatlarini yetkazgay. Alloh bu ehsonlarni ne maqsadda, ne niyatda qilgan bo'lsa, niyatlarini, maqsadlarini Alloh yetkazgay. Şangaraqlarına tinchlik, avjuslik, qilib barakat bergay. Alloh taolo kasbkorlarni, dunyo mollarini barakat bergay. O'sirayotgan farzandlarni vaqti saodatni ko'z nasib etgay. Qiyomatda bo'lsa Allohim o'zi ajr savoblarni nasib etib, jannat naim, jannat firdavs olsin deb qatamda bo'lsa. Allohumma solli ala sayyidina nabiyyina Muhammad va alihi va sahbihi.